Bu nafaqat Tesla'ning eng tez mashinalaridan, dunyo bo'yicha eng tez mashinalardan hisoblanadi. 2,1 0 dan 100 gacha. Tasavvur qilyapsizmi? Bu tezlikni eng tez yurganingiz necha sekundlik mashina bo'lgan? Rost egasin dunyo tan olgan deydim. Elektromobil dunyosiga, mashina dunyosiga yangilik olib kirgan aynan shu model menimcha shu hisoblanadi borku. 53 ming probeg, 2021-yil oldi chasti kraska bo'lgan ekan. Mashinani mana salon holatlari, kuzov holatlari mana taniq bo'lib turibdi. Agar shu mashinani yangisini olib kelaman desangiz, bilmayman, balki 130 ga tushar. Agar amallab tushira olsangiz, lekin menimcha yangisini olib kelishmasa kerak, chunki juda qimmat apparat turadi. Faqat tushungan odamlargina haydashadi. Tesla bilasiz, qanchalik zo'r mashina chiqaradi, to'g'ri gapirish nega? Mana shu apparatni S-Plate, prosta S emas, model 3 emas, model Y emas, eng tezi, eng moshinasi, aynan mana shu raketa bo'yasi. Roshniga 65 mingga bosib yuborsangiz bo'ladi. Bosib yuboring. Bir siz ham tezlikni, adrenalinni his qilib ko'ring shu mashina bahona.